Turkiya bilan Gondurasning siyosatini bir-biriga o'xshataman-da hozir. Ko'rib qoldim, yo'lda ketayotgandim va o'ylab qoldim. Turkiyada bitta jinoyat bo'lyapti. Vali deydi bular. Menimcha shu bizlar viloyat hokimi sanaladi. Valisi bular. O'shani o'g'li bilan bog'liq bitta jinoyat sodir bo'lyapti va 2020-yilda 6 yil deganda jinoyatni ochishyapti. Va bu masala juda katta muhokamaga sabab bo'lib turgan bir paytda Turkiyada Ibrohim Tatlisez chiqyapti-da, men deyapti, farzandlarimga bir tiyin anaqa qoldirmayman. Bir tiyin ham meros qoldirmayman, farzandlarimga bir tiyin yo'q deyapti-da. Ommaning e'tiborini bu yerga jalb qilyapti. Gondurasda ham bir mashhur artist o'lib qoldi va o'sha kunlarda qandaydir bog'liq siyosiy voqealar bo'lib turgan payti bu yoqda bu kim o'g'li, bu kim o'g'li, artist o'g'li kim, asl o'g'li kim, o'gay o'g'li kim, o'gay o'g'li asl o'g'limi degan mazmundagi tortishuvlar bo'ldi-da. Gondurasda ham o'shanga ikkala davlatni siyosati bir-biriga juda yaqinligi men ham o'zimcha bog'ladim-da.